Assalomu alaykum, hurmatli o'qituvchilar. Bugungi kunda ta'lim sohasida bo'layotgan o'zgarishlar o'qituvchilardan shijoat bilan o'zgarishni talab etmoqda. Shunday ekan, har bir o'qituvchi kelajak avlodga, o'quvchilarga ta'lim berishda innovatsion axborot texnologiyalaridan foydalangan holda dars o'tishi kerak bo'ladi. Ona tili fanidan bugungi mavzumiz kirish, so'z va kiritmalar. Kiritmalarni o'rgatishda T-sxema interfaol metodi orqali o'quvchilarda tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirish yo'llari haqida. Mavzumizning rejalari quyidagilardan iborat. Birinchi, kirish so'z va kiritmalar haqida ma'lumotga ega bo'lish. Ikkinchi, kirish so'z va kiritmalarning farqi va o'xshash jihatlari. Uchinchisi, T-sxema interfaol metodi orqali kiritmalarni o'rgatishdan iborat. Hurmatli o'qituvchilar, endi esa ushbu darsliklarga e'tiborlaringizni qaratishingizni so'rayman. Negaki, kirish so'zlar va kiritmalar quyidagi sinflarda o'tiladi. 5-sinf ona tili fanida kirish so'zlar 52-darsda berilgan va bunda soddaroq yoritilgan. 8-sinf ona tili darsligida esa kiritmalar, kirish so'zlar biroz kengroq, ular gap va so'z birikmalar tarkibida berilishi yoritilgan. 10-sinf ona tili darsligida esa kirish so'zlar uslubiyati haqida berilgan. Endi esa 5-sinf ona tili darsligidagi berilgan ma'lumotga e'tiborni qaratamiz. Kirish so'zlar so'zlovchining fikriga ishonch, gumon, taxmin singari ma'nolarni qo'shadigan so'zlarga kirish so'zlar deyiladi. Kirish so'zlar yozuvda vergul bilan ajratiladi. Tahlilda esa to'g'ri chiziq ostiga to'lqinli chiziq chizish bilan ifodalanadi. Ana endi quyidagi misollarni aytib o'tamiz. Kirish so'zlar. Albatta, shubhasiz, darhaqiqat bular fikrning to'g'riligini bildiradi. Ehtimol, balki, shekilli kirish so'zlari gumon ma'nosini anglatadi. Xullas, demak, yakuniy fikrni bildiradi. Avvalo, birinchidan esa tartibni anglatuvchi kirish so'zlar hisoblanadi. Misol keltiradigan bo'lsak, bizni do'stimiz sog'insin, albatta. Bu yerda kirish so'z albatta gapning oxirida ifodalanyapti va vergul bilan ajratib berilyapti. Endi esa 8-sinf ona tili darsligida berilgan kiritmalar mavzusiga e'tibor qilamiz. Kiritmalar modal so'zlar sintaksida ular kiritmalar deyiladi. Gapning, xususan matnning umumiy mazmuniga daxldor bo'lsa-da, gapdagi biror bo'lak bilan hokim tobelik aloqasiga kirmaydi. Shuning uchun ular gapdagi boshqa bo'laklardan yozuvda vergul, tere, qavs tinish belgilari bilan ajratiladi. Talaffuzda esa kichik bir to'xtam bilan ajratib aytiladi. Kiritmalar barcha bo'laklar kabi sodda va murakkab bo'ladi. Misol keltiradigan bo'lsak, to'g'ri, qulog'ini burasang bas, gazlamasi ham ichida. Bu yerda kiritma to'g'ri so'zi bo'layapti. Ikkinchi, Otnoyi ko'pincha o'z ishi bilan shug'ullanar. Darsda asosan xalfa, hozirgi til bilan aytganda sinf boshlig'i rahbarlik qilar. Sho'xlik qilgan qizlarga ham xalfaning o'zi jazo berar edi. Bu yerda murakkab kiritmalar hozirgi til bilan aytganda sinf boshlig'i bo'layapti. Endi dastlab biz modal so'zlar va kiritmalar haqida aytib o'tdik. Shuning uchun o'quvchilarga modal so'zlar va kiritmalar haqida alohida tushuntirib berishimiz kerak. Modal so'zlar alohida so'z turkumlar hisoblanadi. Kiritmalar esa gap bo'laklari bilan aloqaga kirishmaydigan bo'laklar sanaladi. Endi esa ushbu mavzuni, ya'ni kirish so'zlar va kiritmalarni biz T-sxema interfaol metodida ko'rib chiqamiz. Nima uchun aynan T-sxema interfaol metodi shu mavzuda ko'rsatib o'tiladi? Sababi mana shu kirish so'z va kiritmalar haqida o'quvchilarda tushunmovchiliklar ko'p bo'ladi. Endi biz buni ko'rib chiqamiz. Ya'ni u quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Dars davomida javoblar navbat bilan yozib boriladi.
Birinchi jadvalga tarafdor, ya'ni ha javob bilan belgilanadigan ma'lumotlarni yozadi. Ikkinchi jadvalda qarshi, yo'q so'zi bilan ifodalanadigan ma'lumotlarni o'quvchilar 5 daqiqada yozib boradilar. Va nihoyat yozib bo'lganlardan so'ng ikki guruh ma'lumotlari taqqoslanadi. Ya'ni bu qanday amalga oshiriladi? E'tibor bering. Tarafdorlarda kirish so'z va kiritmalar gap bo'lagi bo'lmaydi. Ha. So'roqlarga javob bo'lmaydi. Aloqaga kirishmaydigan bo'laklar tinish belgilari bilan ajratiladi. So'zlovchi bayon etayotgan fikrga ishonch, gumon munosabatlarini ifodalaydi. Kirish so'zda ham, kiritmalarda ham. Ana endi ikkinchi ma'lumotga e'tiborni qaratamiz. Ya'ni yo'q, qarshilar. Kirish so'zlar bir so'z bilan ifodalanadi. Kiritmalar so'z birikma va gap tarkibida keladi. Kirish so'zlarda esa yo'q. Kirish so'zlarda gumon, tasdiq, achinish, dalillash ma'no turlari bor. Kiritmalarda esa bunday ma'no turlari yo'q. Kiritmalarda sodda va murakkab turlar mavjud. Kirish so'zlarda esa sodda va murakkab turlar yo'q. Ana endi biz har ikkalasini taqqoslash asnosida kirish so'zlar va kiritmalarga aniqlik kirityapmiz. Demak, biz bu metod orqali o'quvchilarimizga kirish so'zlarning qanday ifodalanishi, kiritmalarning qanday ifodalanishini aytib bersak bo'ladi.